Bugun sizlar bilan intim gellari haqida gaplashib o'tamiz. To'g'ri eshitdingiz, intim gellar bor. Intim gellar qachon ishlatiladi? Qachonki ayollarimizda siydik tutolmaslik kasalligi bo'lib turib, u kasallikni operatsiya yo'li bilan bartaraf qilishni iloji bo'lmasa, ya'ni operatsiya to'g'ri kelmaydigan katta onaxon yoki ayollarimiz bor. Shularga biza intim gellarni ishlatamiz. Intim gellar nima ish qiladi degan savol tug'iladi. Intim gellar shu siydik tutolmaslik kasalligida siydik tutolmaydigan a'zo, ya'ni siydik chiqarish a'zosi uretrani og'zina ishlatiladi. Bu orqali kelasiz, ishingiz 15 minutda og'riqsiz bitadi va turib yurib ketaverasiz. 2-3 kun ichida effekt, rezultat sezasiz. Shu gellarni ko'pchilik bilmaydi. Kimda kim qiynalib yurgan bo'lsa, operatsiya to'g'ri gamin qisinib yurgan bo'lsa, siydik tutolmaslik muammolari ko'p bo'lib yurgan bo'lsa, kelishi va shu protseduradan foydalanishi mumkin. Yana intim gellar qachon ishlatiladi? Intim gellar yana ishlatiladi. Hozir mana ayollarimiz semirgan, ko'pchiligi bariatriya operatsiyalaridan keyin oshqozonni oldirib ozgan va intim sohalarida osilish, ptoz holatlari bo'ladi. Shakli, figurasi, ko'rinishi tirishib, burishib, osilib qolishi mumkin jinsiy a'zo sohalarini. Shu vaqtda ham intim gellardan foydalanib, uni shaklini, ko'rinishini chiroyli qilish mumkin. Agar sizlarda shuning muammo bo'lsa yoki yaqinlaringizni shu kasalliklar bezovta qilib yurgan bo'lsa, bemalol meni ko'rikimga kelishlaringiz mumkin. Faqat konsultatsiya olishlaringiz ham mumkin. Men Qurbonboyeva Tursunoy Bahadirovna, 15 yillik oliy toifali akusher ginekolog, estetik ginekolog.